Bugun ham ayollarimiz shunday ulug' insonlarni tarbiyalab, dunyoni o'zgartirib yuborishi mumkinmi? Albatta mumkin. Aksariyat erkaklar ayollariga past nazar bilan qarab, uyda o'tirasan, seni qo'lingdan bir ish kelmaydi deb ularni xo'rlashadi. Aslida-chi? Aslida ayollar uyda o'tiradimi, davlat ishida ishlaydimi, nima vazifa bajarishdan qat'iy nazar, har bir ayol dunyoni o'zgartirib yuborish imkoniyatiga ega. Qanday deysizmi? Tarix bunga son sanoqsiz guvohlik beradi, dalillarni keltiradi. Masalan, agar Muso alayhisalomning onasi jur'at qilib Muso alayhisalomni chaqaloqligida daryoga oqizib yubormaganda, Fir'avnning ayoli uni qutqarib olmas edi va Muso alayhisalom allaqachon Fir'avnning zulmi ostida o'lib ketgan bo'lardi. Yoki Imom Buxoriy hazratlarini ko'zi ko'r bo'lib qolganlarida onasi yig'lab Alloh taologa duo qilib ko'zi ochilishiga sababchi bo'lgan deydi tarixchilarimiz. Yoki Sohih Qur'onning onalari Imom Termiziy, Zamaxshariy, Xorazmiy, Beruniy qaysi olimni mutafakkirni olmang, hammasi o'zlarining yutuqlarida onalarining hissasi katta ekanligini aytishadi. Hattoki Napoleonning onasining gapi butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan. O'sha mashhur "Turing o'g'lim, sizni buyuk ishlar kutmoqda" degan ibora. Buning uchun men ayollarimizga Dunyoni o'zgartirgan onalar kitobini tavsiya qilaman. O'qib chiqing. Zora sizga ham bir motivatsiya yoki bir yaxshi tomonga o'zgarishga yoki dunyoni o'zgartirishingizga bir sabab bo'lib qolsa. Dunyoni o'zgartirgan onalar. Olib o'qing, albatta foydasi tegadi.